Olmazor tumanidan 400 ming dollarga 6 sotuvli 500 kvadratli 90% bitgan uy topib bersam qiziqmi aka? Bo'lmasa videoni oxirigacha kuzating. Ko'rib turganingizdek, sotuv uchun emas, o'zligi uchun qurilgan uy. Uyimizning hujjatdagi yer maydoni 6 sotik bo'lib, men uzun yo'lini ko'rsating. Yo'li bilan 7 sotidan oshib ketar ekan. Bu yerga uzun qilib inomarkalaringizni taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Demak, uyimizning to'liq obzorini ko'rishga ketdik. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yasizlar va shunaqa uy qidirayotgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'yasizlar. Uyimiz Olmazor tumani Oxunboboyev mahallasida 7 sotixli yer maydoniga ega uyimiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilasizlar. Kuningiz xayrli o'tsin.